dorini dodasi mana shu bo'ladi. Bu narsani yegan bola hech qachon kasal bo'lmaydi. Shunaqa immunitetni bang'illatib tashlaydi. Mana bo'g'ilib qoladigan, gormonsiz tuzalmaydigan bolani kuzatyapman. Polni bo'g'ilib qolardi, polni deksani gumillatib qilardim. Mana shu narsani men endi bildim. Oldin men ham bilmaganman. Mana shu narsa shunaqa zo'r immunitetni ko'tarib, shunaqa o'pkalarni yog'lab, shunaqa zo'r ekan. Biz yoshligimizda shunaqa narsa yeb katta bo'lganmiz. Hozirgi bolalar shunaqa narsa yeydimi? Lekin o'rgatib olishga juda qiynalganman. Bu tabiiy hol bolalar yemasligi, ozgina mana bunaqa bitta kichkina non orasiga solib, free to'rtburchak to'g'ralgan free deb yedirib o'rgatib olganman. Hozir shunaqa maza qilib yeyishadi. Jizza qilib beraman desam, xursand bo'lib ketishadi. Jizzaymiz deb. Вообще zo'r mana shu narsa. Shunaqa tabiiy antibiotik.